Damas, Lambo, van, kombi boshiga 18 million to'lasangiz 3 yilga 3 million 600 dan chiqyapti. Hammaga aziz obunachilar, bugun GM mashinalar haqida gaplashamiz. Bugun obzorda bir o'zim emasman, обязательно. Shu o'zimiz tanigan bolalar bor. Behruz. Assalomu alaykum aka. Alaykum. Keldingizmi? Keldim. Yangilik obunachilarga chaqirdim sizni. Yangilik etish kerak. Xuddi shunaqa. Yangilik qanaqa? Bizada faqat inomarka emas endi. Bu yog'iga GM bilan ham ishlayveramiz. GM avtomobillari ham bor. Damas'dan, Labo'dan tortib Tahoegacha mashinalarimiz bor. Kredit, rassrochka qilib beriladi. Kredit, rassrochka hamma narsa bor. Da. Nasiya savdo so'rasa, даже nasiya savdo ham Nasiya savdo ham qilib beramiz, aka. Xo'p, aka qarang, endi bunaqa narsa bizada endi xalqimiz oldindan GM so'rab, GM ko'rgisi, GM olgisi kelgan. Xalq bor. Hammasidan ham narxlari qiziq. Mana misol uchun orqangizda turgan Labo mashinamizni necha pullar atrofida to'lov qilinsa chiqadi, aka? Labo boshiga 28 million to'lasangiz 3 yilga 3 million 200 dan chiqyapti. Ko'proq to'lasangiz 36 million to'lasangiz 3 yilga 2 million 800 dan chiqadi, aka. 3 yilga 2 million. Damas'larni ham yetib ketish o'rtada kreditga. Damas, Lambo, van, kombi boshiga 18 million to'lasangiz 3 yilga 3 million 600 dan chiqyapti. Aka qarang, endi savolda hozir minimum pulim bor, misol uchun 1,5 ming, 1400 pulim bor deydiganlar ham bor. Shularga qanaqa imkoniyat qilib bera olamiz? Qilib beramiz. Shu aytaman, boshiga 18 million to'laysiz, примерно 1200-1300 dollarga bo'lyapti. 1200-1300 dollar atrof. 3 yilga 3 million 600 dan chiqyapti, aka. Labo, Damas mashinalari. Mana shu tarafda Damas'lar ko'proq ekan. Demak, mashinalarimiz qancha bu? Yetadimi hammaga yo'q? Hammaga yetadi, aka, to'layotibdi. To'layotibdi. Tamam, orqada trekkeri ham ko'rdim. Da, trekkeri ham qilib beramiz. Trekkeri ham bor. Demak, avtokredit, rassrochka asosida Captiva 5, Onix, Malibu, Equinox hammasi bor, aka. Endi qarang, baba Jaydaricha mana Damas'lar odamni e'tiborini tortyapti-da. Shu Damas'lar haqida ko'proq gaplashsak, van ili keling. Labo mana Damas'ni mana boshlang'ich minimum to'lovi 28 million to'laysiz. Mana shu Damas'ga 3 yilga 2 million 700 dan chiqyapti mashina. 3 yilga. Agar ko'proq to'layman desangiz, kredit tezroq yopaman. Boshiga 36 million to'laysiz, 3 yilga 2 million 300 dan tushadi, aka. Bu hozir rassrochkani aytyapsizmi? Yo'q, avtokredit. Avtokredit demak bu. Rassrochkagacha 36 million to'laysiz boshiga, Damas, Labo'larga 36 million to'laysiz, 13 oyga 5 million 200 dan tushyapti. 5% rassrochka mashinani o'zining tan narxi bo'lib berilyapti sizga. Hozir nalichada shunda Damas bormi, aka? Damas nalichada bor. Qolagan rangi bor, aka. Agar ko'proq to'layman desangiz, rassrochkada 54 million to'laysiz boshiga 22 oy 2 million 200 dan tushyapti. 5% chiqarib beramiz. Zo'r ekan. 22 oy demak 2 million 200 dan. Akalar nima deysizlar Damas'ga o'ziga, Labo'larga ili Damas'ga? Damas'ning ham pozitsiyasi har xil hammasi bilasiz. Van bor, so'ramoqchi edim. Van bo'lmasa kombilarimizdan bormi? So'raganlar bor. Xuddi o'sha narx bo'ladi ularga ham. Xo'p. Shu boshiga kredit bo'lsa 18 million to'laysiz, 3 yilga 3 million 600 dan chiqadi. Ko'proq to'layman desangiz, eng minimum maksimalkasi 36 million avtokreditga 3 yilga 2 million 300 dan so'm tushyapti. 300 dan. Boshiga 36 million. 36 million. 36 milliondan ham kamroq to'lasa bo'ladi desa, hozir 18 million bilan shunda hozir orqangizda Damas'ni ham olsa bo'ladimi, aka? Damas olsa bo'ladi, Laboni ham olsa bo'ladi. Damas, Laboni ham olsa bo'ladi. 18 milliondan ko'proq pul bo'lsa, 28 million to'lasalar bo'ladi. 3 yilga 2 million 200 dan tushyapti Damas'larga. Arzon bo'lib qopti-da, значит. Pastki nomerlarga murojaat qilsanglar, hamma informatsiyani tushuntirib berishadi. Qanaqa bank kerak desangiz, bizada Asaka, Davr, Kapital banki. O'shalardan chiqarib beramiz. Mana shu demak, uchala bankdan qaysi biri adobrit qilsa,
shulardan Mashinani o'tkazib olib beramiz ketaverasiz, mashina aka, bemalol. bemalol. Mashina undan tashqari shot spravkada chiqadi. Da, shot spravka официальный bo'lib chiqadi. Ofitsialniy bo'lib chiqadi. Demak, okalar, Labolarni ham ko'ryapsiz, Labolarni taxlab ko'ring. tashlaganmiz уже. Labo, Damas. Endi aslida hamma obunachilar Damas Labo'lar so'rashyapti-da. Aha. Shuning uchun oldingizga murojaat qilib keluvdik. Bu Endi- o'sha aytganimdek pastki nomerlik murojaat qilsanglar, aytgan narximda даже o'shandan ham o't berishim ham mumkin. Telefon qilsanglar bo'ldi, aka. Qarang yana anaqa obunachilarda imidi bizning nomimizdan kelishsa boshlang'ich to'lovga qanaqadir bir chegirma bormi? Uka? Bor, aka. Misol uchun 18 million emas, 18 emas, 15, 16 Bonusi millionlar bilan bor, kelaman desa. Da, bor. Bor. Kelishsa, bizning nomimizdan Index Drive nomidan kelishsa, telefon qilishsa bizga bonus ham qo'shib beramiz. Bonuslarigacha bordi. Bor. Bonus nima bo'lishi mumkin? Aka, misol. Полный bak benzin quyib beramiz mashinangizga. Damasgami, Labogami polniy bak benzin quyiladi. Polniy bak benzin 80 mi yo 92 quyib berasizlarmi, aka? 92 aka. 92 quyib beriladi demak. Hozir 80 da ham daji bo'lib yura olmayapti, to'g'ri aytasiz lekin. Xohlasanglar 80 quyib beraveramiz. Bizga farqi yo'q. Sizga farqi 92, 80 farqi yo'q. Xo'p, aka qarang. Hop. Mana Damasni Laboni ko'pchilik biladi. Buni ana uzun bortligisi bor, undan tashqari kalta bortligisi bor. Bu hozir qaysi biri bizda nalichada bor, aka? Ya'ni ko'p Kalta beriladigan. bortligi bor, mana ko'rib tursangiz. Kaltami bu yo standart bo'ladimi, aka, bu hozir? Bu standartga kiradi, aka. Standart-a bu. Demak, akalar, standart Labo turishini qaranglar. Tayyor turibdi. Shundoq kelib, shu spravkada haydab ketasizlar. Da. Hop, O'sha uzun bortligini ham qilib beramiz, kalta bortligini ham xuddi o'sha summa bo'ladi. Xuddi o'sha summa bo'ladi. Da. Narx-navosida ozgina chemda o'zgarishlar bo'lmaydi. Yo'q, даже kelishtirib berishimiz mumkin o'sha narxda. Boshlang'ich to'lov demak 18 million to'lab bemalol olib chiqib Minimumi 18 million, maksimum 54 million to'laysiz. Рассрочкада 54 O'sha million. qarang, tushunishim bo'yicha 18 million to'lasa, bu avtokredit bo'lyapti. Da. Keyin buni tanasidan so'ramoqchi edim. Vodiydan Astavnoy, yo bo'lmasa vohadan so'rashadi. Shularga avtokredit qilib bera olamizmi? Da, qilib bera olamiz. 18 million bilan. 18 million. 18 million bilan chiqmaydi menimcha. Yo'q, 28 yoki 36 million bilan chiqarib bera olamiz. 28 bo'lmasa 36 million bilan chiqarsa bo'ladi. Yoki рассрочка qilib chiqarib bera olamiz, xohlasa. Рассрочкada propiskani farqi yo'q, a? Yo'q, farqi yo'q. 18 millionda sal propiskani rol o'ynaydi bizda. Keyin kerakli hujjatlar to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz, aka. Prava, pasport и yashash joyi. Yashash joyi. Bo'ldi, demak bo'lmasa, hurmatli obunachilar, Sizlarni kutib qolamiz. Ko'rib turgandek mashinalarimiz ko'p. Xohlasanglar Inamarka, xohlasanglar Jam. Farqi yo'q. Pastki nomerlarga murojaat qilinglar. Sog' salomat bo'ling. Idinglar. Endi